Assalomu alaykum. Hafta davomida tumanimizda ro'y bergan muhim yangiliklar tafsiloti bilan efirda Zamin informatsion dasturi. Bu yil tumanimizdagi 76 ta umumta'lim maktablarining 9-sinfini 3188 nafar o'quvchi yoshlar bitirib, ta'limning keyingi bosqichi akademik litsey va kasb-hunar kollejlariga yo'l oladilar. Yakunlanayotgan haftada umumta'lim maktablarda so'nggi qo'ng'iroq chalinib, o'quv yili nihoyasiga yetdi. Tumanimizdagi 56 sonli maktabda ham o'quv yili yakuni ko'tarinki kayfiyatda nishonlandi. 25 may kuni maktab hovlisi har doimgidan boshqacha bayramona ruh kasb qildi. Bu kun nafaqat bitiruvchilar, balki o'qituvchilar, hatto kichik sinf o'quvchilarining ham yuz ko'zlarida o'zgacha hayajonni ko'rish mumkin edi. O'quvchilar tomonidan tayyorlangan kuy-qo'shiqlar, raqslar, bayramga taklif etilgan mehmonlar, mahalla faollari va ota-onalarning kayfiyati ko'tarildi. Umumta'lim maktablarida so'nggi qo'ng'iroq jaranglashini dillarda hayajon va ezgu orzular bilan kutayotgan 9-sinf o'quvchilarini ta'limning keyingi bosqichiga to'liq qamrab olish maqsadida 2015-2016 o'quv yili davomida aniq va puxta reja asosida ish olib borildi. O'quv yili davomida 3 marta so'rovnomalar o'tkazildi. Bu so'rovnoma kunlarida 9-sinf bitiruvchilari, ularning ota-onalari, ota-ona o'rnini bosuvchi shaxslar, sinf rahbarlari, maktab psixologi hamda maktab direktorlari ishtirok etishdi. Bitiruvchi yoshlar so'rovnomada o'z fikrini mustaqil bayon etishlari uchun avvaldan zarur imkoniyatlar yaratildi. 2015-2016 o'quv yilida umumta'lim maktablarining 9-sinf bitiruvchilarini akademik litsey va kasb-hunar kollejlariga to'liq qamrab olishini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar rejasi ishlab chiqilib, ushbu rejaga asosan 7-9-sinflarning o'quvchi qizlari o'rtasida qiz bolaning qalbi uning baxti, ilm ol, hunar tanla, vataning kutar seni, kasb-hunar qizlar kelajagi, hunarli qiz yurt kelajagi, bilimli qiz farishta, hunarli qiz sarishta kabi mavzularda davra suhbatlari o'tkazilib, bu davra suhbatlarida 4100 nafardan ortiq 7-9-sinflarning o'quvchi qizlari ishtirok etdilar. O'tkazilgan davra suhbatlarining o'zi yo'q, bitiruvchi qizlarning va ularning izdoshlari bo'lmish 7-8-sinf qizlarining o'zlari qiziqqan sohalar bo'yicha zarur ma'lumotlarga ega bo'lishlariida muhim ahamiyat kasb etdi. So'nggi qo'ng'iroq tantanalari 13-sonli maktabda ham bo'lib o'tdi. Unda mazkur ta'lim dargohini ko'p yillar avval bitirgan o'quvchilar, 9-sinf bitiruvchilari, ota-onalar, o'qituvchilar, jamoatchilik vakillari ishtirok etdi. Tadbirda ta'kidlanganidek, yurtimizdagi ta'lim maskanlarida o'quvchilarni boshlang'ich sinfdanoq o'z qiziqishlari va intilishi salohiyati bo'yicha muayyan kasb-hunarga yo'naltirib borish, har bir o'g'il-qiz ta'lim tarbiyasiga individual yondashish, o'quv mashg'ulotlarida ilg'or pedagogik texnologiyalarni faol qo'llash, maktab, mahalla, oilaning uzviy hamkorligini ta'minlash samarali yo'lga qo'yilgani e'tiborga molikdir. Aytish kerakki, Qoraqalpog'iston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligining 2015-yil 29-yanvar kuni 24-sonli buyrug'iga asosan umumta'lim maktablarining 9-sinf o'quvchilari o'rtasida men tanlagan kasbning hayotimdagi o'rni mavzuida insholar tanlovi o'tkazilgani o'zlari orzu qilgan kasb-hunarni tanlashlarida, balki qobiliyat va iqtidorlarini namoyon etishlarida ham muhim omil bo'ldi. Insholar tanlovining birinchi bosqichida ishtirok etgan 3100 nafar bitiruvchi yoshlardan 76 nafari tanlovning tuman bosqichida o'zaro kuch sinashdilar. G'oliblar keyingi bosqichda qatnashish huquqiga ega bo'lishdi. Bir so'z bilan aytganda, bugungi bitiruvchilarning kelgusida o'zlari tanlagan yo'nalish bo'yicha kasb-hunar egallashlari va chuqur bilim olishlari uchun barcha sharoitlar yaratildi. Fursatdan foydalanib, mustaqil hayot sari intilib, ilm-fan cho'qqalarini zabt etishga shaylanayotgan har bir bitiruvchi o'g'il-qizlarga parvozlaringiz baland, orzu osmoningiz yorug', kelajagingiz yanada porloq bo'lsin deymiz. Mamlakatimizda yoshlar, ayniqsa qizlarni hayotga tayyorlash
Ularni milliy an'analarga hurmat ruhida tarbiyalashga katta e'tibor qaratilmoqda. Navbatdagi lavhamiz shu maqsadda tashkil qilingan ko'rik-tanlov xususida. Sog'lom ona va bola yili davlat dasturining 39-bandi hamda 2016-yil 31-martda tasdiqlangan respublikaning barcha umumta'lim maktablarida, kasb-hunar kollejlari va akademik litseylarda faoliyat yuritayotgan orasida qizlar to'garaklari orqali o'tkazilgan targ'ibot tadbirlari qo'shma rejasi ijrosini ta'minlash maqsadida o'rta maxsus kasb-hunar ta'limi muassasalari o'quvchi qizlari o'rtasida Gulshan aro gulchehralar mavzusidagi ko'rik-tanlovni tashkil etish va o'tkazish rejalashtirilgan. Shunga muvofiq, joriy yilning 20-21 may kunlari shahar, tumanlarda yoshlar ommaviy madaniyat va internet shiori ostida Gulshan aro gulchehralar ko'rik-tanlovi o'tkazilmoqda. Aytish kerakki, mamlakatimizda oilalardagi ma'naviy muhitni mustahkamlash, sog'lom turmush tarzini qaror toptirish, erta va qarindoshlar o'rtasidagi nikohning oldini olish, oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish, aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamini muhofazalash, xalqimizning oilaviy qadriyatlarini asrash va kelajak avlodga yetkazish borasida ko'plab tadbirlar hayotga tatbiq etilmoqda. Bu borada sog'lom ona va bola yili davlat dasturida ham qator vazifalar belgilangan. Dastur doirasida yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlash, huquqlarni himoya qilish, yosh avlodning zamonaviy ta'lim olishi, kasb-hunar egallashi, bandlikni ta'minlash, hayotga faol integratsiyalashuviga ko'maklashish bo'yicha izchil ishlar amalga oshirilmoqda. Tumanimizdagi kasb-hunar kollejlarida o'tkazilgan Gulshan aro gulchehralar mavzuidagi ko'rik-tanlov ham qizlarimizning iqtidorini yuzaga chiqarishda muhim vosita bo'lmoqda. Sog'lom ona va bola yili davlat dasturi ijrosi doirasida tuman xotin-qizlar qo'mitasi hamda qator jamoat tashkilotlari hamkorligida tashkil etilgan tadbirda Prezidentimiz rahnamoligida amalga oshirilayotgan demokratik islohotlar jarayonida oila institutini mustahkamlash, oilalarni huquqiy, tibbiy, ijtimoiy, moddiy, ma'naviy qo'llab-quvvatlash va muhofaza qilishga qaratilayotgan doimiy e'tibor jamiyat taraqqiyotini yuksaltirishning muhim omili bo'layotgani tasdiqlandi. Bu yo'nalishdagi ishlarda davlat tashkilotlari bilan birga turli jamoat tashkilotlari, jumladan Xotin-qizlar qo'mitasi ham faol ishtirok etmoqda. Tanlov o'quvchi qizlarni milliy va umuminsoniy qadriyatlar, yuksak odob-axloq tamoyillari asosida tarbiyalash, qizlar o'rtasida oilaviy hayotga tayyor bo'lmay turib, barvaqt turmush qurishning oldini olish, qizlarning oiladagi va ta'lim muassasalaridagi faoliyatini oshirish, ularning salomatligini muhofaza qilish va kelgusida sog'lom oilani shakllantirish, shuningdek, o'quvchi yoshlar tafakkurida internetdan foydalanish madaniyatini shakllantirish, ommaviy madaniyat, missionerlikning salbiy oqibatlariga qarshi kurashish, ularda ma'naviy immunitetni shakllantirish maqsadida tashkil qilindi. Ko'rik-tanlovda tumanimizdagi akademik litsey va kasb-hunar kollejlarining bilimdon qizlari ishtirok etishdi. Ishtirokchilar sahna ko'rinishlari orqali o'z iqtidorlarini namoyish qilib, qizlar hayotida uchraydigan muammolarga tomoshabinlar e'tiborini jalb qildilar. Qizlarning chiqishlari hakamlar hay'ati tomonidan baholanib, Amudaryo agrobiznes kasb-hunar kolleji jamoasi 1-o'ringa, Amudaryo maishiy xizmat ko'rsatish kasb-hunar kolleji jamoasi 2-o'ringa, Amudaryo transport kasb-hunar kolleji jamoasi 3-o'ringa loyiq deb topildi. G'oliblarga tuman xotin-qizlar qo'mitasi tomonidan faxriy yorliqlar topshirildi. Farzandlarimizning har tomonlama sog'lom bo'lib o'sishida jismoniy tarbiyaning o'rni g'oyatda katta. Navbatdagi lavhamiz 1-iyul Xalqaro bolalarni himoya qilish kuni munosabati bilan o'tkazilayotgan sport musobaqalari xususida. Mahallalarda oilaviy sportni yanada rivojlantirish, o'sib kelayotgan yoshlarni jismonan sog'lom va ma'nan barkamol qilib tarbiyalash borasida mahalla bolalari va o'smirlari o'rtasida futbolimiz kelajagi Respublika Kubogi musobaqalarini o'tkazish an'anaga aylangan. Musobaqa tumanda 3 bosqichda tashkil etildi. Birinchi bosqich 25-aprel 5-may kunlari mahallalarda, mahalla yoshlari va o'smirlari o'rtasida o'tkazildi. Unga 5500 nafardan ortiq yosh futbolchilar qatnashdi.
Ikkinchi bosqich 10-15 may kunlari har bir mahallada g'olib bo'lgan jamoalar o'rtasida 6 ta hududda o'tkazildi. Hududlarda g'olib bo'lgan mahalla jamoalari 24-may kuni tuman final bosqichida ishtirok etishdi. 18 ta jamoa va 252 nafar bolalar hamda o'smirlar ishtirokidagi qizg'in bellashuvlar Navoiy, Oybek nomli hamda Yangiobod mahallalari hududida joylashgan o'yingohlarda bo'lib o'tdi. Murosasiz kechgan bellashuvlar yakuniga ko'ra 9-10 yoshli futbolchilar o'rtasida Xolinbek ovul jamoasi 1-chi, Oybek mahallasi jamoasi 2-chi va Kuyuko'pir ovuli jamoasi 3-chi o'rinni egalladilar. 11-12 yoshli futbolchilar o'rtasida esa Oqoltin ovul jamoasi 1-chi, To'lqin ovuli jamoasi 2-chi va Qizilcho'li mahallasi jamoasi 3-chi o'rinni egalladi. 13-14 yoshli futbolchilar o'rtasida esa Beruniy nomli mahalla yoshlaridan iborat jamoaga teng keladigani topilmadi. O'rtaqala va Qilichboy ovullari jamoalari esa tegishli ravishda 2-chi va 3-chi o'rinlarga egalik qilishdi. G'oliblarga mahalla xayriya jamoat fondi tuman bo'linmasi tomonidan qimmatbaho sovg'alar va diplomlar topshirilib, eng kuchli jamoalar musobaqalarning navbatdagi tumanlararo hududiy bosqichlariga yo'llanmani oldilar. Sog'lom ona va bolali davlat dasturini amalga oshirish, ayol qizlarning ijtimoiy faolligini yuksaltirish, salomatligini mustahkamlash va ayol qizlarni gimnastika sportiga yanada kengroq jalb qilish maqsadida tuman xotin-qizlar qo'mitasi, mahalla xayriya jamoat fondi tuman bo'linmasi va tuman xalq ta'limi muassasalari faoliyatini metodik ta'minlash va tashkil etish bo'limi hamkorligida 23-may kuni Mang'it iqtisodiyot kasb-hunar kolleji sport maydonida gimnastika barcha uchun shiori ostida nafosat va go'zallik sport musobaqalari o'tkazildi. Musobaqaning ochilish marosimida tuman hokimining o'rinbosari, Xotin-qizlar qo'mitasi raisi Maryam Ahmedova so'zga chiqib, keyingi yillarda bolalar sportini rivojlantirishga, bolalar, ayniqsa qizlar o'rtasida sportning ommaviylashishiga erishish uchun ulkan e'tibor qaratilayotgani ta'kidladi. Birgina misol, 2003-2015 yillarda bolalar sportini rivojlantirish jamg'armasi hisobidan bolalar o'smirlar sport maktabiga 2 ta 2-chi, 9-chi, 21-chi, 23-chi, 29-chi, 31-chi, 33-chi, 37-chi, 55-chi, 56-chi sonli maktablarga yangidan sport inshootlari qurilib, foydalanishga topshirildi va jihozlandi. Joriy yilda 32-chi 34 sonli maktablarga yangi zamonaviy me'morchilik andozalar asosida sport zallari qurilish ishlari boshlab yuborildi. Xalq ta'limi tizimidagi maktablarda jami sport zallari 51 taga 7, 64 ta futbol maydonchasi, 60 ta voleybol maydonchasi, 50 ta basketbol maydonchasi, 23 ta qo'l to'pi maydonchalari tegishli asbob-uskunalar va inventarlar bilan to'liq ta'minlangan. 266 nafar yoshlar, shu jumladan 38 nafari ayol qizlar jismoniy tarbiya o'qituvchilari bolalarga sport sir asrorlarini xund bilan o'rgatishmoqda. Nafosat malikalari bellashuvida umumta'lim maktablari, maktabgacha ta'lim muassasalari va mahallalarda gimnastika sporti bilan shug'ullanuvchi 48 nafar qizlar ishtirok etishdi. Bo'lib o'tgan nafosat va go'zallik bellashuvlarida 3-sonli maktabgacha ta'lim muassasasining Lola jamoasi 1-o'rinni, 31-sonli umumta'lim maktabining Jayxun jamoasi 2-o'rinni, 40-sonli umumta'lim maktabining O'zbegim qizlari jamoasi a'zolari 3-o'rinni egalladilar. G'olib jamoalar tuman xalq ta'limi muassasalari faoliyatini metodik ta'minlash va tashkil etish bo'limi hamda tuman kasaba uyushmalari qo'mitasi tomonidan diplom va esdalik sovg'alari bilan taqdirlandilar. Ayni kunlarda o'quv yili yakunlanishi munosabati bilan tumanimizdagi akademik litsey va kasb-hunar kollejlarida ota-onalar bilan uchrashuvlar o'tkazilmoqda. Navbatdagi lavhamiz shunday uchrashuvlardan biri xususida.
Mamlakatimizda yoshlarni mustaqil hayotga tayyorlash va umummilliy davlat dasturiga javob beradigan, bilimli, jismonan va ma'naviy sog'lom, barkamol insonni shakllantirish bugungi zamon talabi hisoblanadi. Farzand dunyoga kelishi bilan uni tarbiyalash, ijtimoiy, ma'naviy muhofaza qilish lozim. Bugungi kunda o'smir yigitlarning kamol topishida ko'pgina tarbiyaviy omillar, maktab, oila, mahallaning o'zaro hamkorligiga muhtojlik tobora kuchaymoqda. Shu maqsadda oila, mahalla va ta'lim muassasasi hamkorligi doirasida o'quv maskanlarida ta'lim-tarbiya sifatini yanada oshirish, o'quvchilar davomatini to'liq ta'minlash va yozgi ta'til mazmunli o'tkazish bo'yicha ko'plab tadbirlar o'tkazilmoqda. Prezidentimizning 2014-yil 6-fevraldagi O'zbekiston Respublikasida yoshlarga oid davlat siyosatini amalga oshirishga qaratilgan qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi va O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2012-yil 19-iyundagi barkamol avlodni tarbiyalashda oila instituti va fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlarining ta'lim muassasalari bilan o'zaro hamkorligini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorlari bu boradagi ishlar ko'lamini yanada kengaytirishda muhim dasturlar amal bo'layotir. Mazkur hujjatlar ijrosi doirasida tashkil etilgan oila, mahalla, ta'lim muassasasi hamkorligi mexanizmi ta'lim sifatini atroflicha tashkil etish, ota-onalarning farzand tarbiyasidagi mas'uliyatini kuchaytirish, o'quvchilarning davomatini o'rganish, bilimlarini o'zlashtirishni doimiy tahlil qilib borishda alohida ahamiyat kasb etmoqda. Yoshlarning bandligini ta'minlash, ularning bo'sh vaqtini to'g'ri va mazmunli tashkil etish, voyaga yetmaganlar o'rtasida nazoratsizliklarning oldini olishga oid ishlar ko'lamini kengaytirishda yaxshi samara bermoqda. Ichki ishlar organlari Kamolot yoshlar ijtimoiy harakati bilan hamkorlikda ta'lim olayotgan yoshlar qarovsiz qoldirilishi va ular orasidagi huquqbuzarliklarning oldini olish maqsadida turli tadbir va sport musobaqalari muntazam o'tkazib kelinmoqda. Bunday ezgu ishlar umumta'lim maktablari o'quvchilarining ta'limning keyingi bosqichiga to'liq qamrab olinishi, kollej bitiruvchilarini ish bilan ta'minlash, ularning huquqiy madaniyatini yuksaltirish, salomatligini mustahkamlash, yoshlarni vatanga muhabbat va milliy qadriyatlarimizga hurmat ruhida tarbiyalashga xizmat qilmoqda. Uchrashuvda o'quvchilarning ota-onalari, ta'lim muassasalari rahbarlari va fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlariga yosh avlod tarbiyasida yanada e'tiborliroq bo'lish, yoshlarni nazoratsiz qoldirmaslik, ularning bo'sh vaqtlarini to'g'ri tashkil qilishga ko'maklashish, o'smirlarning huquqbuzarlik sodir qilish holatlariga qarshi kurashish, ularni milliy va umuminsoniy qadriyatlarga sadoqat ruhida voyaga yetkazishga mas'uliyat bilan yondashish lozimligi ta'kidlandi. Voyaga yetmaganlar o'rtasida nazoratsizlik va huquqbuzarlikning profilaktikasi to'g'risidagi qonunga ko'ra, ota-ona yoki ota-ona o'rnini bosuvchi shaxslar voyaga yetmaganlarni ta'minlash, tarbiyalash va ularga ta'lim berish bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarishdan bo'yin tovlayotgan yoki lozim darajada bajarmayotgan yoxud ularning xulq-atvoriga salbiy ta'sir ko'rsatayotgan, ular bilan shafqatsiz muomalada bo'layotgan holatlarda buning oqibatida xulq-atvori nazoratsiz qolganda voyaga yetmagan bolalar tegishli tartibda voyaga yetmaganlarga ijtimoiy huquqiy yordam ko'rsatish muassasalariga joylashtirilishi eslatib o'tildi. Mahalla jamoat fondi tuman bo'linmasi tomonidan 1-iyun Xalqaro bolalarni himoya qilish kuni munosabati bilan qator tadbirlar o'tkazilmoqda. Unda kam ta'minlangan va ko'p bolali oilalar farzandlarini moddiy jihatdan qo'llab-quvvatlash maqsadida bayram sovg'alari topshirilmoqda. Joriy yilning 26-may, 2-iyun kunlari Xalqaro bolalarni himoya qilish kuni munosabati bilan tumanimizda maxsus haftalik o'tkazilmoqda. Haftalik davomida ovul va mahallalarda har bir bolaga mehr, e'tibor shiori ostida qator tadbirlar uyushtirilmoqda. Mahalla xayriya jamoat fondi tomonidan tashkil etilgan haftalik tadbirlarga tumanimizdagi bolalar bog'chalari tarbiyalanuvchilari, ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalarning farzandlari keng jalb qilindi. Shuningdek, mahallalarda, maktabgacha ta'lim muassasalarida, umumta'lim maktablarida, ma'naviy-ma'rifiy mavzularda konsertlar, tomoshalar hamda turli sport musobaqalari o'tkazilmoqda. Nogiron bolalar o'rtasida rang-barang bo'yoqlar dunyosi mavzusida rasm chizish bo'yicha tanlov ham shular jumlasidandir.
Fondning tuman bo'linmasi tomonidan Xalqaro bolalarni himoya qilish kunini ko'tarinki ruhda o'tkazish yuzasidan aniq chora-tadbirlar rejasi ishlab chiqildi. Rejaga asosan 26-may kuni Olmazor mahalla fuqarolar yig'inida shahar va shahar atrofi mahallalarida, 27-may kuni Qipchoq hududida, 28-may kuni esa Xitoy va Jumurtog' hududlarida yashovchi bolalar uchun bayram dasturi namoyish qilindi. Tadbirlar doirasida qator uchrashuvlar, konsert dasturlari, sport musobaqalari tashkil qilindi va bolalar muzeylar hamda dam olish joylari, istirohat bog'lariga olib borildi. Har bir fuqarolar yig'inidan 15 nafardan oila farzandlari ishtirokida bir bolaga 7 mahalla ota-ona shiori ostida tumanning diqqatga sazovor joylari va madaniyat maskanlariga sayohat uyushtirilmoqda. Fond tomonidan kam ta'minlangan, boquvchisini yo'qotgan oila farzandlari va nogiron bolalarning 188 nafarga 3.158.000 so'mlik sovg'alar topshirildi. Bundan tashqari tumanimizda 3 nafar egizak farzandlari bo'lgan Xitoy ovul fuqarolar yig'inida, To'lqin ovul fuqarolar yig'inida, Kuyuko'pir ovul fuqarolar yig'inlarida yashovchi 3 nafar oilalarning farzandlariga bayram munosabati bilan holidan xabar olinib, fond tomonidan sovg'alar topshirildi. Mahalla yoshlari o'rtasida futbolimiz kelajagi hamda mahallamiz pahlavonlari sport musobaqalari tashkil etilib, musobaqalarda 1000 nafardan ortiq bolalar ishtirok etishib, fond tomonidan esdalik sovg'alari va diplomlar bilan taqdirlandilar. Shuningdek, 31-may kuni mahallalarda yashovchi 5 yoshdan 16 yoshgacha bo'lgan maktab o'quvchilari o'rtasida shaxmat musobaqalari bo'lib o'tadi. Bu musobaqalarga 64 nafar voyaga yetmagan o'g'il-qizlar ishtirok etishib, fond tomonidan 64 nafar ishtirokchilarning barchasi 1.300.000 so'mlik sovg'alar va faxriyorliklar bilan taqdirlanadilar. Bir so'z bilan aytganda, bayram arafasida tumanimizning barcha hududlarida yashovchi bolajonlar turli madaniy ko'ngilochar va sport tadbirlarida qatnashib, olam-olam taassurotlar oldilar. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz mana shulardan iborat edi. Tumanimiz hayotida ro'y berayotgan shu va boshqa yangiliklar tafsilotini internetdagi saytimiz www.amunnews.uz dan va bugungi nafas dasturlarimizdan ham bilib olishingiz mumkin. Oilangizga tinchlik, totuvlik tilab, siz bilan xayrlashamiz. Qo'shguncha xayr, salomat bo'ling.